O'zbekiston temir yo'llari AJ korxona tashkilot va muassasalarida 2025-yil 1-yanvar kunidan 5-noyabr holatiga ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalar to'g'risida ma'lumot. 2025-yilgi baxtsiz hodisalar umumiy soni 17 ta, o'lim bilan tugagan 3 ta, oqibati og'ir 9 ta, oqibati o'rtacha og'ir 2 ta, oqibati yengil 3 ta. 17-baxtsiz hodisaning qisqacha tafsiloti. 2025-yil 19-oktyabr kuni Qo'ng'irot M2 filialiga qarashli Urganch temir yo'l masofasining 529-kilometri 3-bekatda joylashgan qo'riqlanadigan temir yo'l kesishmasi navbatchisi Qobulov Hamidjon Ataxonovich soat 16:30 atrofida Urganch temir yo'l masofasi filiali To'rtko'l Miskin stansiyalar oralig'i 529-kilometr 3-bekatda joylashgan qo'riqlanadigan temir yo'l kesishmasi navbatchisi H.A. Qobulov ish joyida begona shaxslar tomonidan urib tan jarohati yetkazilishi oqibatida boshi va ensa sohasidan jarohat olgan. To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasi bosh shifokori tomonidan berilgan baxtsiz hodisa tufayli olingan jarohatlanishning og'irlik darajasi to'g'risidagi xulosaga asosan jabrlanuvchi H.A. Qobulov og'ir bo'lmagan tan jarohati olgan. Elektr tokining inson hayotiga xavflilik darajasi 42 volt o'zgaruvchan, 110 volt o'zgarmas, 0,1 amper. Temir yo'lda harakatlanish va o'tish qoidalari. Harakatlanayotgan sostavdan kamida 400 metr, to'xtab turgan sostavdan kamida 5 metr, ikkita to'xtab turgan sostav orasida kamida 10 metr masofada turishi kerak. Balandlik va yuqori balandlik deb 1,3 metrdan baland balandlik hisoblanadi. 5 metrdan baland yuqori balandlik. Harakatlanayotgan lokomotivdan tushib chiqish mumkin emas. Kontakt tarmog'iga 2 metrgacha yaqinlashmaslik kerak. Dielektrik qo'lqoplar har 6 oyda muddatda laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Qon ketgan vaqtda jgutni ko'pi bilan 1,5 soat qo'yish mumkin. Kontakt simidan 2 metrdan yaqinroq joylashgan va yonayotgan jismlarni o't o'chirish vositasi bilan o'chirish mumkin emas. Himoya kamari har 6 oyda 225 kg yukni 5 minut ko'tarib turish test qilinadi, laboratoriya sinovidan o'tkaziladi. Dielektrik etiklar 36 oyda laboratoriya sinovidan o'tkaziladi.